Yo-mayo, obunachilar, sizlar bilan birgalikda Jasko va shoshmanglar, nimaga meni skinim yo'q? What the fuck? Nimaga meni skinim yo'q? Shoshmanglar. Meni skinimni qo'yganman. Tak. Hozir bolalar shoshmay skinimni qo'yib olay. Nimaga meni skinim yo'q? Tak. Mana, yo-mayo, obunachilar, sizlar bilan birgalikda yana Jasko. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda biz Minecraft lekin qayiqdan epik narsalar beradi va nihoyat Minecraft lekin chiqdi do'stlar. Yuraginglar siqilib ketgandir Minecraft lekin deb. Endi bugun o'sha videoni olamiz. Xonanda ketdi va birinchi o'rinda daraxt topib, men tezroq epik narsalar olishim uchun menga daraxt kerak birinchi navbatda va yasashimiz kerak. Va bu Minecraft'ni 1.18.2 versiyasi va daraxtning teksturasi menga yoqmayapti. Hamma ayb men qo'shgan resurs pakda. Nimaga tekstura g'alati? Graphics fancy ekan, fabulous. Bam. Menimcha qotyapti do'stlar, sizlarga ham qotyapti. Mana shu tursin, semi blocking qilamiz bunisini. 7 chunks bolalar shu bo'ladi. FPS va shuning uchun Entity Shadows. Jo'lam to'g'ri. Vaqtida men вообще-то cho'pan kerak emas. Nakillarda qayiqlar. Вообще-то yasab tashlaymiz. Bir dona ortib qoldi, bir dona. Tak. Va yo! Wow! Wow! Animasiya qilib pang. Va shalt kirib. Wow, bola lapota. Bang bu lapota qilib. Iya. Ovozi ko'tarilib. Nimaga buncha g'alati bu narsa? Stop. Wow. Lekin normalni chopar ekan, breaking effectiveness to 4. Va uron necha? Uron 5. Bola narsalarimiz ultra epic emas. Просто epicki ekan. Hammaylar fikr qilamiz, bolalar men uni epicki narsalar tushadi ekan deb o'ylabman. Obunachilar bunday qilib olaylik. Obunachilar do'stlar, orqa fondagi ovozlar uchun ming bor uzr. Ataylab ukam shunaqa qiladi. Xonamga kirib o'tirib olsam ham, boshqa joyga o'tirib olsam ham ukam kirib to'palan qilaveradi. Uzr bolalar. Shunaqa ukasi borlarga jo'natib qo'yinglar shu joyini. Editorlar edit yasavorsa kerak edi bolalar. Stop, mana bunday qilib keyin yasashimiz kerak edi. Param. Qo'yib tashlaymiz. Просто так. Oppa. Menga birinchidan block of coal nimaga kerak? Obsidian nimaga kerak? Quartz block nimaga kerak? Balkim uy yasamiz obunachilar. Nimaga kerak shu hammaylar do'stlar, meni описаниеda Instagram'imni qo'yib qo'yaman, xullas. Telegramga maxsus hech narsa tashlamayman chunki sim karta o'ldi. Просто так o'ldi desak ham bo'ladi. Pul tashlash esdan chiqib, telefondan qolib shunaqa bo'lib ketdi. Boshqa sim karta ochib, boshqa Telegram kanal ochamiz. YouTube kanal hali ham o'zimdaligiga shu. YouTube kanal yaxshi ham Google akkauntga bog'lanadi. Wow!
Menimcha eng tez otgan odam men bo'lsam kerak. Opatni haybatli bu nima edi? Ha, somon. Bundan biz ovqat yesamiz, обязательно kerak bo'ladi. Ovqat bermayapti. Tort berdi xolos. Men tapor yasiylik bolalar, bu bo'lmayapti-yu. Baribir bo'lmayapti. 5,5 daqiqa o'tib ketibdi. Shunaqa be'ma'ni narsalar bilan. What the fuck? Let's go. What the fuck? To'g'rimi cho'chqa? Tomog'i qirish kerak. Eshagim kelmayapti. What the fuck? Do'stlar, shunaqa jinniliklar qilib bo'lsa ham Datapack Telegram kanaliga tashlab qo'yardim. Odatda endi tashlolmayman bolalar. Ming bor lekin maza qilib tomosha qilyapsizlar, to'g'rimi? Chiqib ketmadinglar degan umiddaman. Yo, Mario deb qo'shiq aytib yuborishdi shu joyga. Bu artilarni so'zi, men artilar yoshligimda juda ham ko'p ko'rardim-da, obunachilar. Artefaktni obunachilar, ishoninglar, shunaqangi yaxshi ko'rardim artina videolarini. Bitta ham videosiga like bo'lmaganman. Hammasiga like bosganman bolalar. Sizlar ham shunaqa bo'linglar. Mana hamma videolarimga like bosib, obuna bo'linglar. Artefakt 400 mingta bo'lishidan avval ham ko'rganman. Avval ko'rganman. Do'stlar, shunaqangi maraqib ko'rardim men artefaktni. Bolalar ketishyaptimi? Obunachilar, bitta gap qo'yib, ketishyapti-manda. Hech narsa yo'q. Lekin taxta bor. Taxta bizni jonimizni qutqarib qola oladi. Moblardan albatta. Endi tun ertalab tushishini shu yerda kutib o'tiramiz. Mana nima qilib qo'yamiz. Ana bo'ldi obunachilar, ertalab tushishini endi ko'rib o'tiramiz. Ana. No even close, baby. Cheska never dies. Deb qolaymi bolalar? No even close, baby. Cheska never dies. Deb qolaymi bolalar? Taxta, verstak. Taxta. Verstak, daraxt. Country life. Stay here, want to start. Don't you look this time. Poyes para vos. What the fuck? Lirken. Manga farqi yo'q. Shuncha bo'lsa ham yasa. Emotional payment. Shuni qayg'u shuni qo'yaman, o'tirib olaman. Wow! Olmosni blokini berdi bolalar. Olmosni bloki bor menda. Yo, kitob bo'ldi. Let's go! Kirka berishdi. Let's go! Endi mendan zo'r yo'q. Bo'ldi, kirkam bormi? Mendan zo'r yo'q degani bolalar. Sizlar ham kirka oldinglarmi? Sizlardan zo'r yo'q o'zi. Izritman bor ekan. Hech narsa qilmaydi bolalar. Bo'ldi, obunachilar. Nima qotiryapti desam, menmi qotiryapti ekanda. Obunachilar, men buni qo'shib qo'yibman-ku. Classic look Minecraft deyapti. Ay, bolalar, mana FPS tushib ketgan. Men shu joyda anglab yetgandim.
Mana obunachilar, mana qayg'i ko'rinishini qaranglar. Teksturalar qaranglar. Yo-mayo. Qaysi biri normalniy? I'm breaking huge effective store. Silk touch bor ekan. Menimcha mana bu poppaloy. Ana bolla FPS dahshat o'zi. Bo'ldi bolalar, mana qaranglar. Wow, nizrit lopatka. Olmasa kerak emas endi. Sharpness X. Effectiveness tam X ekan. Mana bu kerak emas endi. 12. To'g'ri ekan. 12. Yo-mayo. Stop, mana ishni qilib ko'rmasam bo'lmaydi bolalar. Menga mayli, obunachilar nima bo'lsa bo'ldi endi. Minecraft. Ikkita tochka. Keyin boat. Tak bunaqa emas. US Minecraft Oak uzun yozdi-vottida boat videoni o'chirib turay. Mana obunachilar, uzoq qiynalishlardan so'ng bir nima qilib bo'lsa, ham mana shuncha narsa qilib oldim. Mana qaranglar bolalar, mana ichiga stop. Endi portal kristallar qani ramkalardan oldim-ku. Topdim-ku deganim. Yo'q qoldim. Men qolgan narsalarim qani mana. Yo'q bo'lib qoldi shekilli. Tavalla yo'q qopti demak. Mayli, Minecraft ko'tarmaganman. Balkim oppa. Topor berdi, yo'q, lopatka berdi. Wow. Lopatka asosiy menda bor, topor. Menga kerak emas endi. Mana legendarniy toporim bilan mazza qilib endi lopatkadan boat yasaymiz. Shu boatdan normalniy narsalar bermas ekan bolalar. Firework albatta tursin, elektr berarman. Wow, qilich berdi. Wow, bu normalniy qilich ekan-ku. 12,5. Topordagi 14,5. Meniki 12. Meniki 12,5. Topor bilan toporda urushaman men. Vallahi. Wow, lazurit. Lapis lazuli. Ismi yomon kulgilida bolalar. Multi shot 3. Что? Patroniklarni. Красный блок. Va jang qilishdan oldin olishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, elektr oldim. Boshqa hech narsam yo'q, qilichim bor. Qilichim, kamonim, arbaletim. Men bilan water droplar qilib, shuni qilib, mazalib jang qilaman. Bo'shatib olishim kerak. Zumraddan kelamiz. Bilan kelamiz. Endi bu buyam kerak emas, obsidian ham kerak emas. Lopata kerak, katta tursin. Fast mining bor ekan. Yo, endi ko'rdimmi? Strength
sizlar uchun namasi ham tursin. Hop, elektron taqib olamiz. Keyinchalik bu ham kerak emas, menimcha olmasa ham kerak emas menga. Barcha narsani bor endi islozimli ham kerak emas. Biroq qolsin biror narsaga kerak bo'lib qolar. Olmani taqqos tushiramiz. Nonlarim ham turibdi. Qanaqa jang bo'ladi bilmadim-ku, lekin olg'ar. Shunaqangi hayajon. Yo'q. Shunaqa gallyutsinatsiya bo'lsa, shunaqa qo'rqib ketadi odam, bilasizlarmi? Sizlarda ham bo'lganmi? Zumradlar bor ekan, tursin. Mayli, menga tashlab ketaylikmi? Yo'q. Bularni bunday olamiz. Olib qo'yamiz. Elektronda qo'lga olaman-da. Kirka bilan chop ketishni boshlaymiz. Voy. Juda ham sekin do'stlar. Tak. Do'stlar, nima bo'lganda ham biz buni uddaladik demoqchi edim-ku, afsuski. Kreativda bo'lsa juda nima bilan qanday bo'larkan? Va nihoyat chiqdim do'stlar. Va sekin bitta hoppa qilib yo'q. Do'stlar. Shunday qilib yutqizdim. To'g'risi do'stlar, o'zinglar eplab ko'ringlar va shuncha harakat qilib ham eplolmadim. Endi o'zinglar eplarsizlar. Shu joyda videoni tugatamiz. Barchaga xayr. Sizlar bilan men Jasko bo'ldim.